Uyushmagan yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish va ular orasidan iqtidorlilarni aniqlash maqsadida sporting futbol va mini futbol turlari bo'yicha an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining bu yilgisi ham mahalliy yoshlarning faolligi ostida o'tmoqda. Oltiariq tumanida kechgan bellashuvlarni kuzatganimizda bunga yana bir karra amin bo'ldik. Yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi, futbol assotsiatsiyasi hamda bir qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rilgan sport maydonlarida oddiygina qishloq sportsevarlari o'ziga xos mahoratlarni namoyish qilishib, g'oliblikka munosib da'vogar ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi va bu musobaqa Oltiariq qizlarida ham yaxshi taassurot qoldirdi va bizning Sharq MFY jamoasi bu musobaqada qatnashib, faxrli 3-o'rinni egalladi. Jami 72 ta mahalla fuqarolari yig'inlari yoshlari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvlarning futbol bo'yicha kechgan yakuniy bahslariga ustoz hamda Sertut mahallasi yoshlari yetib kelishdi. Asosiy o'yinda 1-1 hisobi qayd etilgach, g'olib jamoani penaltilar seriyasi aniqlab berdi. Barcha imkoniyatdan samarali foydalangan ustoz mahallasi yoshlari Oltiariq tumani chempioniga aylanishdi. Niyatimiz viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Viloyat bosqichi ham birinchi o'rinda olib, respublika bosqichida g'alaba qozonib, ustoz mahalla fuqarolar yig'iniga o'sha zamonaviy maydonchani olib kelishni niyat qildik. Musobaqa yakunida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bellashuvining futbol va mini futbol hamda qizlar futboli bo'yicha kechgan bahslarda g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritgan jamoalarga diplom, medallar va esdalik sovg'alari topshirildi.